Oybek tarafdamiz bugun. Hop, tekshiradigan bo'lsa 8 volt. Qani aylantiring bitta. Aylantirmayapti. 7 volt kuch ketyapti. Motor aylantirish kuchi yetmaydi bunaqa voltda. Bularda akkumulyator qonni ishgan, kislota qo'yib yuborgan. Hozir buni powerbankda zavod qilamiz. Hop, powerbank ulaymiz. Bo'ldi, zavod qiling. Zavod bo'lganda sifralarimiz joyiga kelyapti. 14.4. Zaradkasi yomon emas. Mana 14.4 ko'rsatyapti. Ko'rdingizmi? Ko'p emasmi? Yo'q. Hozir men o'zimnikini zavod ko'rsataman, mashinamda xuddi shunaqa tok beradi. Ko'p bermayapti. Gaz bergan bu aytdi, bitta sal gaz berib qo'ysam, yana ko'tarilib ketmaydimi? Bering gaz, bu stabilniy beradi tok. Yo, hozir qattiq bosmay qo'ya qoling, motori sovuq-ku. Xabar o'ta olmayapti. Xullas, mashinamiz zavod bo'lganda shunaqa tok berish kerak.